O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi strategik sheriklik mehnat migratsiyasi sohasida ham jadal rivojlanmoqda. 7 yil avval boshlangan rejalar bugun to'liq amalga oshib, o'quv markazlari va raqamli platformalar orqali yapon kompaniyalari bilan bevosita hamkorlik yo'lga qo'yildi. Navbatdagi lavhamizda Angren shahrida faoliyat boshlagan va yoshlarni yapon tiliga o'qitishga ixtisoslashgan yangi markaz haqida so'z yuritamiz. Angren shahri Ikkinchi sonli texnikumda migratsiya agentligiga qarashli o'quv markazining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu voqea o'tgan yil davomida olib borilgan izchil muzokaralar va kelishuvlarning muhim natijasidir. Ma'lumki, Yaponiyada demografik inqiroz oqibatida logistika, qurilish kabi asosiy tarmoqlarda ishchi kuchi yetishmasligi jiddiy ijtimoiy muammoga aylanib bormoqda. Shu munosabat bilan Yaponiyaning yirik kompaniyasi tayyor ishchi kuchini jalb qilish emas, balki ularni o'z davlatlarida maxsus til va kasbga tayyorlash markazlari orqali o'qitish, malakasini oshirish va aniq ish o'rinlari bilan ta'minlash tamoyili asosida faoliyat yuritadi. Yaponiya iqtisodiyotining turli sohalariga xorijiy davlatlardan ishchi kuchini tizimli va qonuniy tarzda jalb etish bilan shug'ullanadi. 我々は特定技能に特化をして、人材紹介をやっている会社です。 2025-yil avgust oyida birinchi marta O'zbekistonga tashrif buyurib, migratsiya agentligi bilan ilk muzokaralarni olib borganmiz. Ishlarimiz jadal rivojlanib, aniq rejalar tuzildi. Bor yo'g'i 3 oy ichida ikki tomonlama shartnoma imzolashga muvaffaq bo'ldik. Nima uchun aynan O'zbekiston? Men o'zbek xalqining tarbiyasi, jiddiyligi, halolligini yuksak qadrlayman. Undan tashqari, atrofdagi insonlarni qo'llab-quvvatlashi, ularni asrashga, himoya qilishga harakat qilishi menga juda yoqadi. Shu sababli migratsiya agentligining ko'magi bilan ushbu loyihani Toshkentda ishga tushirishga qaror qildim. Menga shu loyihani yo'lga qo'yish to'g'risida boshqa davlatlardan ham takliflar kelib tushgan, lekin men e'tiborimni birinchi bo'lib O'zbekistonga qaratdim. Bugun Angrenda respublikamizning barcha hududlaridan kelgan yigit-qizlar tahsil olmoqda. Dastur ishtirokchilari 6 oydan 8 oygacha davom etadigan kurslarda yapon tilini chuqur o'rganish bilan birga o'z mutaxassisliklari bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etadilar. E'tiborlisi, o'qish mutlaqo bepul bo'lib, uzoq viloyatlardan kelgan nomzodlar yotoqxona bilan ta'minlangan. Men Yaponiyada umumiy hisobda 6 yil bo'lganman. Hammasi o'sha o'qish vizasi bo'yicha. Keyin o'qish vizam tugagandan keyin diplomlarimni qo'limga oldim va ishga kirmoqchi edim. Vizam tugayotgan edi. Keyin mana shunaqa yangilik. Juda xursand bo'ldim. Bunaqa imkoniyatdan foydalanish kerak xolos. Shuncha imkoniyat juda zo'r. Haqiqatdan yaxshi. Men o'zim qarab o'qishlari tekin, kvartirasi tekin, misol sertifikat olib beradi, bilet pulini ko'tarib beradi. Bu imkoniyat men zo'r deyman o'zi. Suhbatda qaysi biri yoqsa o'zimizga o'zimiz tanlaymiz. Bu yerda hech kimni majburlab yubormaydi. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak deyman men. Loyihaning ko'lami yanada kengayishi kutilmoqda. Jumladan qurilish yo'nalishi bo'yicha 700 nafar nomzod uchun onlayn saralash o'tkazilib, ular ham bosqichma-bosqich ushbu o'quv markaziga jalb etiladi. 2026-yil davomida O'qish plus ish dasturi doirasida Yaponiya mehnat bozori talablariga mos yangi yo'nalishlar joriy etilishi rejalashtirilgan. Bugun Angrenda poydevor qo'yilayotgan bu tizim shunchaki mehnat migratsiyasi emas, balki O'zbekiston yoshlarining jahon mehnat bozorida raqobatbardosh, yuqori malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga xizmat qiluvchi strategik ko'prikdir. Bu maskanda ta'lim olayotgan har bir yigit-qiz ertaga yurtimizda yangi texnologiyalar, zamonaviy boshqaruv madaniyati va xalqaro tajribani olib kiruvchi kuchga aylanadi. Zero tinchlik va taraqqiyot bor joyda mana shunday ezgu maqsadlar albatta haqiqatga aylanadi.